O'riqlash mezgilida agar bugun cho'ngib cho'ngishib olib, ertasi ig'irlik misal o'rlab qolgansak, qanday o'zimizni qutqaza olamiz? Chog'an yiqilishib qoldi, so'rinlab qoldi, cho'ngib cho'ngishib olamiz, ushaq cheknasdan yap qolamiz, ertasi ig'irlikimizni o'rlab qilish mumkin. Qanday qutqazib olishni, shu ig'irlikni tez suratda burunqi ig'irlik tushirib o'tishni va o'gitib qo'ymay, bir tal yurak berib saqlab oling. Bir kunda cho'ngib cho'ngishib olish orqali badanga o'rlab ketgan ig'irlikni biz maykan, samirib ketibdiman deb o'ylab olsak bo'lmaydi. Amaliyot uning ko'p qismi suv bilan biz yegan shu yemekliklarniki qoldiqi chiqarib olsakla bo'ldi degan gap. Birinchisi, agar siz bugun tuzliroq narsalarni yeb qolgan bo'lsangiz, masalan, sog'an go'shtlar deymiz, ayliqindaq surilgan go'shtlar yoki bo'lmasa kavoblar, har xil tuzlarni salamizga dardamonlarni. Ertasi birinchi bo'lib qolgan ish bir kunlik tamqimizdagi tuzning miqdorini 6 grammdan oshirib etmaymiz. Ikkinchisi, 2 tal qora qahva ichib bering. Ondan bir kunda sayko'ktat bilan mevani olganda tarkibida kaliy jiqroq sayko'ktat mevani olamiz. Masalan, yuz deymiz, banan deymiz, basay deymiz. Mandaq saylarni asosiy qilib o'rnashtiraylik. İkincisi, agar bugun tort, pecheni, pranik deganga o'xshash bunda shakar moddasi yuqoriroq yemeklarni yeb olgansak, ertasi bir kun cho'qim karbonatlarga oq unni o'rlashtirmay, qo'ngshu, qo'noq, kav, yangi deganni asos qilamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, choy ichib beraylik. Qora qahva ham bo'ldi. Yoki bo'lmasa qizil choy, yeshil choy degan choylarni ichib beraylik. Undan boshqa hanga, pomidor degandek tarkibida pingtang arzusan bor mandaq meva saylarni yeb bersakmi, bizningki shikarniki mayg'aylik uchun oldini olib bo'ldi. Uchinchisi, agar mayliqroq narsani yeb qolsangiz, masalan bugun mayliq go'sht yoki bo'lmasa xogo yegan har xil jumajanglarni ishqilib mayjiqroq aralashgan narsani yeb qolsangiz, ertasi bir kun yeshil choy, qizil choylarni ichib bering. Mayni yig'ilishnikini oldini olib bo'ldi. Anda ertasi bir kunlik tamqingizni undan mayliq qilib etmaysiz. Bir vaqt tamoqqa taxminan bir bosh barmoqchilik may ishlatib tamoqingizni yutib bo'ladi. O'rlab ketgan ig'riqdan qo'rqib qolmang. Tez suratda o'rlagan ig'riqni tez suratda tushirib bo'ldi. Xayrat qiling.